312-sonli qarorda aytdim. Har bir mahallada o'sha 312-sonli qaror bo'yicha talablarni aytdim mana. MCC, oilaviy korxona bordi. Hisob raqam ochgan. Pul aylanmasiga ega bo'lgan. Kamida 1 yil oldin hisob raqam ochgan bo'lish kerak. Kamida 2 oylik aylanmasi bo'lish kerak. Boshqa bankda bo'lsa ham bizga o'tkazib bersa bo'lardi. Bularga garovsiz, kafilsiz faqat keladi. Hujjatlari nima? O'sha ustoz guvohnomasi, pasport olib keladi. Ta'minotchi bilan oldi sotish shartnomani olib keladi. Bitta rasm urishadi. Shu bugunning o'zida chiqib ketadi. 100 million so'm hech qanday zaloglarsiz, hech qanday ta'minotsiz berishimiz mumkin. Chunki aylanmasi bor. Aylanmasi borga bemalol bersa bo'ladi, erta qaytaradi. Muammosi bo'lmaydi. Bundan tashqari boshqa kreditlarimiz ham bor. Faqat bu Xalq bankida imtiyozli 18%, 21%imiz. Valutni kreditlarimiz ham bor, 12%. Valutni kreditlarimiz 3 yilga beriladi, 6 imtiyozlar bilan yillik 12%. Bu naqd shaklda beriladi. Buni faoliyat joyini ko'ramizda, haqiqatan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, kunda qurilish qiladi, qanaqadir sohalarda ish qiladi, lekin ularga o'sha MCC yoki oilaviy korxona ochilsa, $250 ming gacha beramiz. 250